Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Bugun hafta kuniga juma, hammalarni juma ayyomlari bilan tabriklayman. Bugun sizlar bilan yana kechagi gilamlarimizni obzorlarini qilamiz. Bugun bizda faqat mehmonxonalarga tavsiya qilganlarimiz qalin paxta polisterli o'sha va'da qilgan 3 million 4 million sotilgan gilamlarni sizlarga arzon narxda yetkazib beramiz. Videoni o'tkazmasdan podpiska bosib, like bosib ko'rishda davom etamiz. Xo'p, birinchi gilomimiz 3 metrga 5 metr qalin paxta poliesterli gilom bo'ladi. O'sha hozirgi kunda trend bo'layotgan, ikki tomondan ikki xil to'g'lanadigan. Chekkalari koja populi bo'ladi. Kechagi videoda ko'rib, atrofdan hech qancha farq emasligi mumkin. Rasa boshi 300 ming, 400 ming deb o'ylayotganlar uchun bugun katta chegirmadagi gilom qo'yamiz. Gilomni yaxshilab ko'rsating. Razmerlari 3 metrga 5 metr koja populik paxta poliester material bo'ladi. Hozirgi kunda eng arzon joyda adashmasam donasi 2,5 million 3 million yon berib sotilayotgan gilom. Xo'p, keyingi razmerimiz ham xuddi shu bilan bir xil. Razmerlari 3 metrga 5 metr bo'ladi bunisi ham. Bularda aytib o'taman, bu gilomimizni boshqa assortimentlari ham bor. Bitta bu gulni o'zi bas, 10 dan oshiq, 10 dan ziyod gullari mavjud. Har xil stil, xohlasangiz kavraling deysizmi, xohlasangiz tayyor gilom deysizmi qilib beramiz. Keyingi razmerimiz ham shu aytib o'tganimizdek 3 metrga 5 metr. Keyingi xonalarga deylik. Videoni o'tkazmasdan ko'ramiz. Xudo xolasa hammamizga manfaatli video bo'lyapti deb o'ylayman. Like bosib, podpiska bosib qo'ysalaring, xursand bo'lamiz. 3 metrga 5 metr orqalari to'qimali. Tegaz firmasini hozirgi kunda eng trend bo'layotgan. Kundalik ishlatish uchun ham, qizlarimiz sepiga yoki xonadonda ishlatish uchun ham narxlari ham hamma bo'lgan ekan. Adashmasam shu 1 million 200 1 million 300 yon berib sotilyapti bu razmerlari. Orqalari to'qima bo'ladi. Kecha ham ko'rsatib o'tganmiz. Buni ham razmerlari 3 metrga 5 metr. Sifati yaxshisidan bo'ladi. Arzon gilom emas bu ham. Aytib o'tganimizdek 1 million 200 ming 1 million 300 ming yon berib sotilyapti. Razmerlari 3 metrga 5 metr. Keyingi razmerimiz 2,5 ga 4 metr qilaylik. Kecha 2 ga 3 qo'ygandik. Balkim kichikroq tuyulgan bo'lishi mumkin. Bu safar 2,5 ga 4 metr qilamiz. Bu ham chekkalari popuyi bor. Yangi dizaynda bo'ladi. 2,5 eni, uzunligi 4 metr. Aytib o'tganimizdek, chekkalari populilari bor. Ikki tomondan ikki xil to'g'lanadigan, orqalari to'qimali bo'ladi. Bular palos bas, 100% gilom, 100% to'qimali. Materiallari polib bo'ladi. Sifatlari zo'r. Bu razmerimiz ham adashmasam donasiga deta 800 ming 900 ming yon sotilyapti. Tegaz firmasiniki. Orqalari 100% to'qima bo'ladi. Kecha va'da qilganimizdek, daroshkalarni ham bonus qilib beramiz. Daroshkalarni olib kelmayapmiz. 3 ta gilom, 3 ta daroshkasi. Lekin asosiysi lesnitsalarga yoki koridorlariga bugun ochiqroq svetini qilamiz. Eni 80 sm daroshkamizdan. Yana 10 metr. Bu ham 10 metr bo'ladi. 100% bu ham orqasi to'qimali. O'sha keyingi razmerlarga berayotgan shu 2,5 ga 4 yoki 3 ga 5 ga berayotgan kassamamizdan bir xil, faqat o'shani kavrali varianti. Ya'ni 80 sm gilam nusxa. Buni ham ondan oshiq assortimenti bor. Bu ko'rib turayotgan gilamlaringni, risumkalarini yoki svetlar ranglarini, stillarini almashtirish imkoni bor. Razmerlari 2,5 ga 4, 3 ga 5, ipak poliesterli variantimizdan 3 ga 5 razmerda qo'yapmiz. Nusxalarni almashtirsangiz bo'ladi bemalol. Eng qiziq joyi narxiga keldik. Farg'ona bo'ylab dastavkalarini besplatniy qilib beramiz. Kecha aytib o'tganimizdek, dastavkalar besplatniy, boshqa viloyatlarga xudo xolasa kelishilgan narxda yetkazib berishga harakat qilamiz. Faqat sharti shu profilimizga obuna bo'lib, shu videolarga like bosib, telefon qilishsa ham bo'ladi yoki kelib ko'rib olsa yana ham xursand bo'lamiz. Narxi siz o'ylaganingizdan ancha arzon. Xo'p, shu 3 ga 5 gilomdan ikkita, asosiysi mehmonxonasiga qalin gilomimiz. Keyingisi yana bitta 3 ga 5, 2,5 ga 4, 80 sm daroshkadan 10 metr. 3 daroshkasi ham bor. Bugun ikkita bas, 3 ta beramiz. Hammasini narxi 3 million 150 ming so'm bo'ladi. Farg'ona, Marg'ilon shahar bo'ylab dastavkalari bepul. Sharti shu profilga obuna bo'lib, shu ko'rib turgan videomizga like bosib, tanishlarga yuborib qo'ygan bo'lsangiz, bundan xursand bo'lamiz. Imkon qadar kelib olsalaring ham yana yaxshi. Xudo xolasa profilimiz yurib turibdi.
Kundan kunga yangi videolar qo'yib boramiz. Sizlarni Ziyo gilam sarori markazida kutib qolamiz. Obuna bo'lib, like bosib, bizlarni qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar. Shunaqangi arzon narxda sizlarga eng sifatlisini Xudo xohlasa yetkazib boramiz. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar.